getting tired of me nice. I live it all of my life. You see my name in the lights, better get right. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you talking and taught to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, my champion. Professional ligasi markaziy jang. Дамы и господа, профессиональная лига Мангу. Первый официальный международный турнир и главный бой Хумарина вечера! Официальное представление бойцов. Первое — синий угол, Кокбурчак. Бойцу 32. Его рост 1,82 сантиметра, вес 80 килограммов ровно. Он кандидат мастера спорта по самбо, кандидат мастера спорта по ММА. Его профессиональный рекорд идеальный. 5-0. Бешта джанг, бешта галаба. Представляет бойцовский клуб Горец Кизляр, Дагестан. Магомед Хабиб Yurtimizning yoshi 26da, bo'yi 181 santimetr, vazni 80 kilogramm. Он мастер спорта по ММА, действующий чемпион лиги UAE Warrior, xalqaro toifadagi sport ustasi, belbog'li kurash bo'yicha jahon чемпиона. Rekordi 12 ta jang, 12 ta g'alaba. Представляющий Nur TK MMA, O'zbekiston, Asaga Andijon. Khotabek Boynazarov. No contest. There ain't no one line cause of you dumb and you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me. Okay, gentlemen, this is the main event. You both know the rules. Protect yourself at any time. Listen to my command. When I say stop, is stop. Shake hand if you like. Demak, qisqacha qoidalar tushuntirib o'tildi. Asosiy jang esa boshlanish arafasida. Ha do'stlar, ushbu qarama-qarshilik 80 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Bilasiz, Xotanbek Boynazarov yarim o'rta vazn toifasi 77,1 kilogrammda faoliyat olib boradi. Har ikkisi g'alabali seriyaga ega, mag'lubiyat yo'q. Birinchi raund boshlandi. Aytib o'tilganidek, Xotan Boynazarovning bazasi belbog'li kurash va buni MMA'da ajoyib tarzda qo'llayotgan vakillarimizdan biri sanaladi. Albatta, Xotanbek Boynazarov ayni damda O'zbekiston MMA vakillari ichida eng uzun g'alabali seriyaga ega jangchilar qatoriga kiradi. 12 g'alabali seriya bu ancha-muncha gap degani, chunki UFC'ga yaqin turgan jangchilarimizdan biri. Ha, Warriors chempioni. Magomed Habib Ramazanov esa yaxshi gol, aniq. 5 g'alabali seriya qayd etgan Magomed Habib. Barcha g'alabalari muddatdan avval 4 ta g'alabasi birinchi raundning o'zidayoq. Umuman hakamlar qarorigacha jang qilmagan bu jangchi. Demak, bugun testdan o'tishi mumkin yoki mana o'zining belbog'li kurashini ko'rsatib qo'ydi mana do'stlar. Demak, birinchi urinishdayoq takedown amalga oshyapti.
Ha do'stlar. Mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Xotam Boynazarov. Anjarani ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Xotanbek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Chiqib ketdi albatta Ramazonov. Xotanbek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partnyor hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha mashg'ulot yig'inlariga aynan Xotanbekni Hamza Chimayev taklif etadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Navbatdagi takedown amalga oshish arafasida bo'ynini berib qo'ymaslik kerak. Gilyotinaga o'tib ketish arafasida yo'q. O'xshamaydi bu yerda gilyotina. Xotanbek hammasini to'g'ri qildi. Yon tomondan nazoratni amalga oshirishadi. Bekmountga o'tib ketyapti. Boynazarov qulatyapti raqibni. Boynazarov lekin ushlab turish oson bo'lmayapti. Shuncha chandiqni ko'ryapmiz Magomed Habibning tanasida. juda kuchli tizza zarbalari. O'sha Waya Warriors chempionlik kamari uchun jangda ozarbayjonlik Tohir Abdullayev bilan ham jang xuddi shu ssenariy ostida kechgan edi do'stlar. Xotam Boynazarovning birinchi murabbiyi Azizbek Mirkomilov hisoblanadi. Hozirda Nurullo Mirzayev qo'l ostida mashg'ulotlar olib boradi. Shuningdek, PK MMA Fit zalida Husan Majlimov qo'l ostida ham tayyorgarlik olib boradi do'stlar. Klinch holatida tizza zarbalarini yo'llayapti Xotanbek. Astoydil harakat qilyapti chiqib ketishga. Ramazonov yaxshi nazoratni amalga oshiryapti. Boynazarov umuman olganda Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Bekmount qiyin holatga tushiryapti raqibini. Xotanbek. Zarbalar kerak, mana shunday zarbalar. Bo'g'ishning imkoni bo'lmayaptimi? Zarbalar yo'llayverish kerak. Ha do'stlar, ha. Davom etmoqda ketma-ket zarbalar bilan Boynazarov so'nggi 10 soniya biroz vaqt yetmayapti-da. Referi ham o'zi aktivlik so'radi raqibdan. Bo'lmasa jangni to'xtataman dedi. Va shu tariqa birinchi raund o'z poyoniga yetyapti. Ustunlik Xotam Boynazarov tarafida. Og'ir jang bo'lyapti Dog'istonlik jangchi uchun. Takroriy lavhalar namoyish etishadi. Boshida zarbalar ham o'tdi yetarlicha. Ha, Xotam Boynazarovni ushbu jangga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir qator belbog'li kurash vakillari ham yaqindan yordam berdi. Jumladan o'sha jahon chempioni Husniddin Ro'ziyev, Azam polvon, Muhammad polvon, Doniyor polvon, ular polvonlar. Asilbek Muhammadjonov, Asrorbek Anvarjonov, ba'zilar qolib ketgan bo'lsa aybga buyurmaysiz. Demak, ikkinchi raund boshlanmoqda do'stlar. Ko'rsatib o'taman.